Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Mana bugun Surxondaryo viloyati Sherobod tumaniga suv filtri o'rnatdik. Shunga hozir videosini olib tashlayman dedim. Olib keldim, mahsulot sifatli butun yetib keldi. Ishlashi yaxshi, o'rnatib bo'ldim. Suv filtri va bonusga qo'shimcha bitta tekshirish narsalari berishdi. Faqat hozir tekshirib ko'ramiz, qancha bo'lyapti, qancha suv chiqyapti. Birinchi mana bu suvdan tekshirib ko'ramiz, filtr suvdan. Bittasiga esa o'zimizda oqova suvdan tekshirib ko'ramiz. Nol bo'lib turibdi. O'zimiz suv 674 ko'rsatyapti. Bu suv esa 80 ko'rsatyapti. Shuni ichadigan suvi. Yana bu mana bu sariq tomonni tekshirib ko'ramiz. Nolga tushgan. Bu 22 ko'rsatyapti. Endi rezatorda tekshirib ko'ramiz. Mana bu уже semisadan chiqargan suv qaynab boshladi. Rangi o'zgarib boshladi уже. Suv lo'q-lo'qqa qorayib qoldi. Balchiqqa o'xshab. Mana suvning ahvoli. Filtrdan suv toza turibdi. Rangi o'zgarmagan. Yaxshi filtr ekan. Tavsiya beraman. Sensorlar ishlab turibdi. O'zim ustanovka qildim, hech qanday birov yordam bergani yo'q.